Mana men buni qiynaganim yo'q. Tog'da chuqurlab ushganim yo'q. Bak, mana xalq ko'rsin, xo'rozni egasi ham ko'rsin. O'rtoqlar, tushungan tushunadi buni. Mana rezinkalarimiz ochiq. Mana korobkalarimiz teshik. Xullas rohatdan 100 mingga xo'roz oluvdim. Banderol mana ahvoli. Mana men buni qiynaganim yo'q. Tog'da chuqurlab ushganim yo'q. Xullas arqa yarim yo'lda taraqaturu qiluvdi. Tushib mana yuraklarini, oyoqlarini masaj qildim. Endi mana pushulay desam, lovi yo'q ekan, pushulolmadi. Sun'iy nafas berolmadi. Короче, tovuqni shunday bo'lib qoldi desam, o'zingiz tovuq, bu xo'roz edi. Bu nima farqi bor bu? Tovuqmi bu? Xo'roz ikki xil jinsli bo'ladi. Xo'roz bo'ladimi, makon bo'ladi erkagiga. Erkagi xo'roz bo'ladi, to'g'rimi? Yo bu dinozavrni bolasimi, nima o'zi bu? Mana shu ahvol. Endi hozir o'lmaslik uchun nima qilish kerak desam, uzoq yo'l dedi, yarim yo'lda tog'da dedi, oyoqlarini yozib ichida aylantirishingiz kerak edi. U bu dedi. Men endi shopirlik qilib buni bo'ynidan arqonda olib tog'da aylantiraman ekan. Boshqa qilayotgan ishimiz yo'qmi endi shunga? Men bu bilan urushganim yo'q, bug' o'ldirganim yo'q, quv o'ldirganim yo'q. To'g'ri, yozib yuboringlar kommentariyaga.